Akşam istoriya koygan Cobalt maşinamiz, bu Cobalt maşinamizni full shumka olib kelganmiz. Full shumka inchik bo'ladi, sizlarga bir qator tushuntirib o'tsak-mi? Mashinamizning hamma yeri bo'ladi. Elde bufer, arka buferdan boshqa hamma yeri bo'ladi xullas. Yurtug'anlarning torpeda joylarini mana shunday polni yechintirib tashlag'anmiz. Pechkalari bormi, rullovoylari bormi, hamma narsasini polni yechib olib, ertaga zakonativ shumkalarni qilib tayyorlaymiz. Чтобы ko'cha tarafdan motorning sasi ichki tarafga kirmasligi uchun hamma yerini yechib olib, bolalarimiz zakonativ bo'lib tayyorlaydi. Mashinamiz hali bitgani yo'q. Shundan ustarayna her doim bu kichkina video chiqarib turaman dedim. Bolalarimiz shumkalarni urib turibdi. Patologi ben tarafda yana birinchi sloy, ben taraf ikkinchi sloy urib turibdi. Tenda birinchi sloy. Mashinamizda ishlar davom etib turibdi. Ben eshikni ichilarini birinchi sloylar urib turibdi. Xullas, kim shuning sifatli shumka xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol avtolamga olasizlar, bolalarimiz o'zi zakonativ xizmatlaringizni qilib beradi. Garantiyalardan beradi. Har bir detalini shumkalarni urib, e'tibor berib qilib beradi ishlaringizni.